Oqqo'rg'on tumani kasbiy ko'nikmalar markazining uqaluvchilik yo'nalishida siz professional muhitda shakllanasiz. Yıllarda bir öy gördüm istigamışlı. İçinde bir göz gördüm dört örüm saçlı. Uqaluvchi yo'nalishi bu oddiy hunar emas, balki inson ruhiyatini anglash san'ati. Ey kara göz kallam kaş göydürme beni. Adındır hoş geceler. Biz tanani faqatgina mushaklardan iborat deb o'ylaymiz. Aslida ular hislar, og'riqlar va stresslar yig'indisidir va ularni faqatgina dori bilan emas, balki mehr bilan davolashadi. Alemin boynuna moncuk bolsam. Gözelerimiz yakşıdır. Bu yerda yosh bolalar va kattalar uchun uqalo usullari, ya'ni sport, tibbiy, asalli, olovli, hijomi, xullas, uqalash usullarining barcha turlarini o'rganishingiz mumkin. Siz ham shifo ulashni xohlaysizmi? Unda bu yo'l sizniki. Sizni kasbiy ko'nikmalar markazida kutamiz. Like va podpiska esingizdan chiqmasin.